Salam do'stlar, yaxshimsizlar? Hamma obdan turibsizlarmi? Barcha do'stlarimizning teniga saqliq, turmushiga xotirjamlik, oilasiga baxt va omadlarni tilab, So'ngjaviy apandimning baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli darsininki 3-yurish darsini davomli turda ko'ngil aromilarga sunmoqchiman. Er ayollarninki to'y turmushiga bo'lgan muomalasida cho'ng farqlar mavjud. 3-dars erlar to'y turmushiga zodi qanday muomalada bo'ladi? Nurg'un kishilar erlar bilan ayollarninki to'y turmushiga bo'lgan ko'z qarshininki o'xshamaydiganligini his qilolmasligi mumkin. Erlarning nazarida to'y turmushi ikki xil ma'noga ega. Birinchi xili ular to'y turmushini cho'qim bo'lishga tegishli mavjudiyat deb qaraydi. Bu xil mavjudlik ko'pincha erlarninki manfaat uchun xizmat qiladi. Garchi erlarmi butun kuchi bilan to'y turmushi uchun xizmat qilsa-mu, lekin ular to'y turmushini birinchi darajalik cho'ng ish deb qaramaydi. To'y turmushini hayotdan muhim deb qaramaydi. To'y turmushininki erlar nazaridagi o'rni va ayollar nazaridagi farqi nihoyatda cho'ng. Ikkinchi xili erlar to'y turmushini orqa safning kapolati qilib, ularni kirib hujum qila oladigan, chekib saqlana oladigan qiladi. Kirish, kasb bilan shug'ullanish, lekin erlar sirtli kurash qilsa bo'lmaydi. Ularga yana dam olish o'rni kerak. To'y turmushi va oila ularninki dam olish, panohlanish, qiyinchilikni hal qilish o'rni. Mana bu chekish. Erlarninki to'ydan burunqi va to'ydan keyingi o'zgarishi to'y turmushininki ularning nazaridagi muhimlik darajasini nihoyatda to'liq tushuntirib beradi. To'y qilishdan burun erlar to'y turmushiga jiddiy ehtiyojli bo'ladi. Shunlashqa hech nimaga qaramay, ko'ngildagi yot jinslarni qo'g'lishib, har qanday ishni qilishga rozi bo'ladi. Qiz do'stining talabiga moslashish uchun erlar qo'lidagi xizmatni, har xil mehmondorchilikni, har qanday muhim ishni qo'yib qo'ya oladi. Bu chaqda xo'sh, qiz do'stini rozi qilish va qo'g'lishish erlarninki birinchi muhim vazifasi bo'lib qoladi. Har qanday ish buning uchun yo'l qo'ydi. Bundaq jafo mushaqqat oq ko'ngillik ayollarga bu o'g'il do'stini bak yaxshi his qilish hamda astoydildak ham kuyimchandek his qildirdi. Shunlashqa ayollar cho'qim baxtli holda uning bilan to'y qilishni, uning o'ziga bo'lgan yaxshi muomalasidan bir umr bahramon bo'lishni orzulaydi. Lekin to'y turmushiga kirgandan keyin erlarninki diqqat e'tibori o'zgarishga boshlaydi. Ularning ko'p qismi vaqti va zehniy kuchi kasb va xizmatga yo'tkilishga boshlaydi. Ya'ni to'y qilib 1-2 yildan keyin asta erlarning zehniy kuchi va vaqti xizmatiga bakrak sarf bo'ladi. Burunqidek, yangi to'y qilgan vaqtlardagidek ayolni akiltib yurmaydi. Ularni ishga olib kelishmi bir xil yig'ir keldigan bo'lib qoladi. To'ydan burunqiga o'xshash har kuni ayolni cho'rgilab yurmaydi demoqchi. Ayolning turli ehtiyojlarini qondirish uchun qo'lidagi xizmat va mehmondorchilikni tashlab qo'yishi texmi mumkin emas. Qiynanisining tug'ilgan kuni demayli qo'yayli. Hatto ayolning tug'ilgan kunini oldirash deb unutib qilish ehtimolini aytdi cho'ng. Chunki to'y qilib bo'lgandan keyin erlarninki boshqa turadigan ishlari oilasidan bakrak sirtki xizmat, turli tuman ijtimoiy munosabatlarga bakrak sarf bo'ladi. Chunki bir uyninki turli tuman lavozimatliklari erlarga bakrak qarashli bo'ladi. Hamda to'y qilish vaqtininki o'zirishga ergishib, bu ahvol texmo bakrak kuchishga boshlaydi. Albatta erlarninki hammasini biz bundaq bo'ldi demoqchi emas, lekin ko'p sondagi erlarninki mushkil holatda o'zgarishi munozir talab qilmaydigan paket. Erlarning to'ydan burunqi va to'ydan keyingi o'zgarishlardan shuni bilib olishga bo'ladiki, to'ydan burun erlar to'yni borlig'i deb qaraydi. To'y qilish uchun erlar hammadan voz kecha oladi. Lekin to'y turmushiga kirgandan keyin erlar to'y turmushini mavjud deb qaraydi. Faqat mavjud bo'lib tursili bo'ldi deydi. Ularninki diqqat e'tibori boshqa taraflarga yo'tkilishga boshlaydi. Erlar to'ydan keyingi o'zgarish to'g'risida aqlga muvofiq tushuncha beradi. Birinchidan ular xizmat qilib pul tepib oilasini beqish lozim. Garchi hozir jamiyat ayollar barobarligini tashabbus qilayotgan ayollarning o'z xizmati bor bo'lsa-mu, lekin amaliyotda erlar ustiga olgan oila majburiyati ayollar qaraganda albatta og'ir bo'ladi. Ko'p sondagi oilalarning iqtisodiy kirimi yanada erlardan umid ketadi. Erlarga bakrak beqindi. Bu obyektiv paket. Biz qo'limizning kayni qarib yetmaydigan, inkor qilolmaydigan paket.
ikkinchidan bo'lsa erlar to'y qilgandan keyin muhabbat tuqqanlikqa o'zgardi. Ikki odam uy tutib kun o'tkazishga boshlaydi. Har kuni muhabbatlashayotganga o'xshashlar bo'lsa bo'lmaydi albatta. Yana kelib uncha ko'p hissiyotni bag'an siri burunqidek o'z ifodasini topolmaydi. Uchinchidan bo'lsa, uningki xizmat besimi ig'ir. Erlar kun bo'yi paypadak bo'lib yuriydi. Uyga qaytgandan keyin yon telefon ko'rib, televizor ko'rib, tamoq yeb uxlaydi. Bulardan boshqasininki hammasi uning uchun juda ko'p hisoblanadi. Erlar to'ydan keyingi bu o'zgarishlarning ko'pinchisida 3 xil usulni qo'llanib tushuntirish olib boradi. Amaliyotda bu tushuntirishlarning hammasi asosiy jihatdan bahona, xizmatning aldirashchiligi, kasbda baslashish. Lekin bu ayolninki holidan xabar olishga vaqt chiqarmasligiga sabab emas. Hozir yakki ishchi xizmatchi oilasining ayti az. Odatga chiqib aytganda, hammasi qo'sh ishchi xizmatchi oilasi. Er xotin ikkilisining o'zining xizmati va kasbi va ayollar hatto erlarga qaraganda texim aldirash, texim yerib, texim jabat atadi. Chunki xizmatdan boshqa ayollar yana oila va bolalarga ko'ngil bo'ldi. Undaqda erlarninki bu bahonalari zodi qanday masalani tushuntirib beradi. Erlarninki to'ydan keyin to'y turmushiga, oilasiga tutgan pozitsiyasida masala borligini tushuntirdi. Ular to'y qilibla, to'y qilish vazifasini o'rindab bo'ldim deb qaraydi. Endi ular to'y turmushidan chiqib, sirtni kurash qiladi. Bu erlarninki bir xil inersiyalik, ya'ni odatga aylanib ketgan bir xil erlarga xos bo'lgan tafakkuri. Ular to'y turmushiningki mas'uliyati va majburiyatini bak muhim bilib ketmaydi. Faqat pulni xotiniga berib, bu uyga qaytib ketsa, to'y turmushini e'tirof qilganlik bo'ladi. Uning sirt qilgan ishiga kelsak, uning to'y turmushi bilan hech qanday aloqasi yo'q deb qaraydi. Lekin aksicha, agar ayollarni to'y turmushiga shunday muomala qilsa, ko'p sonli erlar faqatla qabul qilmasligi mumkin. Ular buni to'y turmushiga ziyon yetkazganlik deb qaraydi. Shunlashqa to'y turmushi masalasida erlarning shaxsiyatchiligi ayollarninkidan xilila yuqori bo'ladi. Shuncha ko'p erlarning to'y turmushiga bo'lgan pozitsiyasini so'zlagandan keyin balkim nurg'un ayollar ayol xonim qizlar nahaytdi azoblangan bo'lishi mumkin. Erlar nimandaq shaxsiyatchi, erlar nimandaq aski deb bir xil umidsizlik patib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Vay bundaq bo'lgandan loyiq izlamagan, yotliq bo'lmagan yaxshi o'xshamamdi deb qaraydi. Amaliyotda bundaq umidsizlikning hojati yo'q. Bundaq umidsizlik patib ketib kelishning faqat hojati yo'q do'stlar. Men bu yerda ahvolni tahlil qilib qiz do'stlarga erlarga ishonishga tayanishga bo'lmaydiganligini emas, balki ko'pchilikni bu masalalarni amal qilib hal qilishga da'vat qilaman. Masalani hal qilishga da'vat qilaman. Mana bu bizningki baxtli to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsimizningki, kitobimizningki javhiri. Men keyingi darsda ko'pchilikka erlarningki to'y turmushiga bo'lgan mas'uliyatchanligini qanday yuqori ko'tarishni o'rgataman. Mana buningda to'y turmushi psixologiyasidek shunday qaltis qoraldan obdan foydalanamiz. Xo'sh do'stlar, bugungi 3 soatlik darsimizda biz So'ngjaoy apandimning shu erlarningki to'y turmushiga bo'lgan pozitsiyasini xilobdan tushunib o'tdik. Endi bu deganlik qandaqdir bir apqashli gaplar asosida yoki bo'lmasa ko'nlardan bizga udum qolgan ba'zi bir xil burunqi ko'na mutasib ko'z qarashlarninki turtkisi deyilib qolgan gap emas. Ya'ni So'ngjaoy apandimninki 20 yildan ko'proq shu to'y turmushi to'g'risida tadqiqot olib berish jarayonida to'plagan tajriba saboqlarini yakunlab chiqargan eng oxirgi yakun. Ya'ni erlarninki tug'ma xarakteri to'g'risida uzun yil tadqiqot olib berish jarayonida chiqargan yakun do'stlar. Shuning uchun hamda ayol do'stlarimiz, ayol xonim qizlar bu masalani hamda hargizmi pasif nuqtadan tushunmay buni hal qilishning chorasi ustida ozdir ko'pdir o'yinib baqsaq bo'ladi. Hamda biz keyingi shu So'ngjaoy apandimninki baxtli to'y turmushi bilimlari nomli kitobininki 4-soatlik darsini atki sonda huzuringizga sunamiz. Atki sonda biz ayollarning to'y turmushiga bo'lgan muomalasi qanday bo'ldi degan temada do'stlarga mazmun yetkazamiz. Ham bahrlab tavsiya qilishni umid qilaman do'stlar. Bu shundaq ilmiylik yuqori bo'lgan uzun yil tadqiqot asosida yozib chiqilgan munavvar bir kitobni, bu shundaq bir darsni zo'r ko'pchilik do'stlarimiz bilsa, anglasa, texnik ko'p qarindoshlarga manfaat tegsa degan bir umidimiz bor. Ma'qulanda o'z atki 4-soatlik dars teximiz har xil do'stlar. Atki mazmunlarni ko'rishgacha
Aman bo'linglar.